Assalomu alaykum. Bilajni oling aka. Pulim yo'q, kerak emas. Qani cho'nchagingizni bitta ko'raychi. Pulim yo'qmi? Tushunasan? Bor ket. Baqirmang aka. Prosta kechadan beri hech nima yeganim yo'q-da. Senga yordam qiling ozgina. Qornim juda ham och. Ukam, nalichkam yo'q, kartam bor. Ovqat olib beraymi? Ha? Ketdi yur. Bol ukam, nechta so'm yeysan? 16 ta. 16 ta bo'k qolmaysanmi? Yo'q aka, 8 tasini yeyman, 8 tasini uyga olib ketaman oyimga. Ha, bo'pti, aloqa. Rahmat aka. Saloh. Ba'zida o'zingni hayotingdan noliysan. Qara, hayotda qanchalik qiynalgan insonlar bor. Ha, mana deb ukam, qorning to'ydimi? To'ydi aka, rahmat. Ha, yaxshi. Necha yoshsan? 18. Endi gap eshit ukam. 18 yoshli bola uchun tilamchilik juda xunuk ish. Men tanishlarim bor, ish gaplashib beraman, o'sha yerda ishlar yurasan. Yo'q aka, rahmat. O'zim ishim yaxshi. Sonsuvchi addishi rahmat. Ya, onangni. O, menga qara. Xos tilamchilik xotiding qayerda bunaqa mashina? Shu ishda? Tilamchilikdanmi? Ha? Voy, 8 tagina somsaga rozi bo'lding-ku? Ha, bu yerda faqat qorin to'ydirishga yuraman. Asosan oyda S bir tarafida soqa qilaman. Aka, salfetka oling. Yo, shu yerda senda o'xshamayapti-da. Qara, hozir bitta stil o'rgataman. Agar shunaqa ishlasang, 3 oyda mendagi mashina olib olasan. Yaxshilab o'rgan. Ya, onangni. O'xshamayapti. Ha, 3 kun o'rganib ketasan. Bayinni biri.